Mana shu eshik ortida qancha erkak siqilib turgan. Ona bo'lgan Feruza Yusupova Yunka 23 yoshda. Feruza Normatovada oq-urar. Diqqat, bizda shou-biznes yangiliklari. Aktrisa Feruza Yusupova ilk bor onalik baxtiga erishdi. Turmush o'rtog'i bloger Abduvali Saxiyev bu haqda stories joyladi. Yosh oilada ikki karra xursandchilik. Jajji chaqaloq otasining tug'ilgan kunida dunyoga kelgan. Insta bloger Yunetta Akopyan bu yil 23 yoshni qarshiladi. Havaskor qo'shiqchi tavallud ayyomi munosabati bilan o'zi haqida qo'shiq kuyladi. Eshitib baho bering. Bugun men 23 ga kirdim. Sizlar meni quvnoq qiz deb bilasizlar. Lekin aslida men boshqaman. Inson o'rta odamlar to'la balakat. Nu vot o'rtoqlar, shunaqa gaplar. Feruza Normatovaning xonadonida xursandchilik. Aktrisaning oq-urar marosimi bo'lib o'tdi. U to'yga juda oz muddat qolganligini yozmoqda. To'yda ko'rishguncha. Sahifamizga obuna bo'ling, videoga esa like bosishni unutmang.